ishlarni qarang. Bir lahzada boyni gadoga aylantirib qo'yapti. Bir lahzada gadoyni boyga aylantirib qo'yapti. Bir lahzada aziz, hurmatli bo'lgan odamni bir zumda xor qilib qo'yapti. Va aksincha, xor bo'lib turgan bandani bir zumda aziz, mukarram qilib qo'yapti. Yusuf alayhissalom qissasi. Nima aloqasi bor bugungi mavzumizga? Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli bizni kuzatayotgan yaxshi insonlar, Alloh va Rasuliga iymon keltirganlar, Alloh taolo dunyoda ham oxiratda ham o'z yaxshiliklarni nasib etsin. Sizlar sababli mana bu uylarimiz shu darajaga yetdi. Bu bilasizlar, yetim bolalar qurilayotgan uy. Bu yerda yuzlagan yetim bolalar shu yerda o'qiydi, ilm oladi, dars qilishadi. Albatta videoni qayta chiqaryapmiz. Alloh uchun videoni tarqatib qo'ysanglar, Alloh uchun duo